Baharga xat. Abdori Rana Gopur. 4-ci qism. Törgə çıxıb olturduq. Biləsən Bahar, artistlikni bəkli qamlaşdırman. Onu qat'i tanımaydığandakla qarapmı salmadım. Amma onun ayalı Nigar meni bək yaxşı gördü. Nəvri inimnin ayalı bilan dost bolğaçqa menimi anlapdikan. Bir yaxda oynavatqan 2 yaşlardaki omaq kichik qizni chaqirib, "Bu mening qizim, ismi siz bilan o'xshash, Ziba." demasmi? Shunda qattiq qiqilib yutilib ketdim. Bu Subini cho'chitivatdi. O mo'ramni quchoqlab, "Hech nim bo'lmagansiz?" deb chechimga so'yib qo'ydi. Odatda odam bariyada bundaq qilsa, Uyg'urlar bundaq qilmaydi deb unamaydim. Ammo dushmanimning menga qarab turayotganini ko'rib, tatliq kulimsirab, "Yaqay" dedim. Nigar bilan uzun paranglashib o'tirib ketdik. Tuyuqsiz Nigarning ko'zi bilayzugimga tushdi. Bahar, heliqi bilayzuk, uni qasdan taqib olgan edim. Nigar bilayzukni bək chiroyliqkan deb maqtaganda qo'limdan elibla taqab qo'ydim. O qiz yo'q deb unamaydi. Men uningga anglatib, "Bundaq qilmang, hech qancha narsamo emas, xotir bo'lib qolsin" deb zo'rlab turib oldim. O rahmat aytib oldi. Dushmanimning chiroyi kulrang. Mening qanchalik xushal bo'lganimni tasavvur qilolmaysan, Bahar. Bir telefon kelib qilib, sirtqa chiqib so'zlashdim. Qaytay deb mangsam, o qor yomg'irdak tutilib, belikimdan so'rab, palampay boyaga akirib, "Nima qilay deysiz? Tegay dedingizmi Subiga?" deb so'rdi. "Siz qilganni qilay dedim-ku. Asli texi tegay demagan. Endi qarsam, tegmisam qat'iy bo'lmabdi. Men gap qilmasam texi, nima deb bolangizga mening ismimni qo'ysiz?" dedim. O yana bir narsa deyishga tamshilshiga zaldan Subining "Ziba" degani anglandi. O palampay bilan pastga tushib ketdi. Men zalga chiqdim. Hamma ishlar o'ngishli bo'ldi. Bütün rasmiyatlar tugab, Subi baldiroq qaytdi. Men 2 hafta keyin yo'lga chiqadigan bo'ldim. Ati mangman degan kuni bir narsalarimni yig'ishtirg'ach, uydagilarga qanmay o'ltirsam, telefonimga notunish bir nomerdan telefon kirdi. Olmadim. To'xtamay telefonim jiringlayverdi. Zerikib elishimga, "Eshik oldiga chiqing" degan gap qulog'imga kirdi. O kepti. Nima ko'rsam ko'ray deb chiqsam, uning mashinasi turibdi. Mashinaga chiqib o'ltirishimga o mashinani qo'zg'atdi. "Deyishkidak yana nim gap bor? Nima deb keldingiz? Meni baq xushal mengib ketmagay debmi?" deb so'rdim uningdan. O "Mening sizga deydigan gapim bor" dedi-da, odam azroq o'tishadigan bir yerda mashinani to'xtatdi. "Ziba, men sizni yaxshi ko'rgan ham ko'raman. Boshda sizni tanlamasligimning sababi, men og'riqchan ota-onamni tashlab, sizning yeningizga bora olmayman. Sizni keling desam, texi qamlashmaydi." "Nemishqa? Mendan so'rab baqdingizmi? Kelamsiz" deb gapni bo'ldim. O, "Siz cho'qim kelasiz, lekin keyin har bir o'ngsizlikqa uchrasangiz, nima deb kelgandim deysiz. Sizning pushaymon qilganingizni ko'gim yo'q. Shunga Nigar bilan to'yni qildim. Ammo sizni faqat unutib ketolmadim. Uning bilan uy tutishga ko'zim yetmaganda,
Bu qitim bolsunmu xatoligimni tuzitay deb sizni qayta izladim. Ammo o vaqtda Nigar homildor ekan. Buni qandoq bir taraf qilishni o'ylavatsam, siz heliqi gapni tepibsiz. Ziba, neft sistemasiga ichkirdan odam keladi. Shularni kutib olg'ili yotoq ochimiz. Bir og'inamning to'yiga qo'ldash bo'lgan. Uningga bo'ytaqlar keçis qilamiz deb ikkimiz yotoq olgan. Ayol kishi bilan desingizmi mayli, er kishi bilan munosabati bor degan gapni qandoq deyaladingiz? Men sizni hali ham yaxshi ko'rgachga, qizimg'imi sizning ismingizni qo'ydim. Odam tepilmagandek, nemishqa Nigarning nevri aksini topdingiz? Meni ko'rib tursin debma? Mening sizni yaxshi ko'rdig'inimni qandoq bilmaysiz? Bahar, ko'z yeshim yipi uzilgan marjondek taramlavatidi. Uning gepi tugishiga uningga burildim. Yaxshi ko'raman? Bir qitim deb baqdingmi? Seni yaxshi ko'raman deb. Sen demisang, men qandoq bilaman? Mening peshonamda 3-chi ko'zim bormi? Qalb ko'rdigan yoki men polchimi? Bir qitim ig'iz ichib demisang, men qandoq ham nemishki belgidakman? Deyilmaydigan ishni qandoq qilyapsan? Bir qitim desang, jining chiqib ketamdi. Nima bu endi? Endi nemishqi deysan? Meni qandoq qilsin deb degin kelib ketdi. Bu sirni nemishqi o'zing ilib ketmaysan? Endi meni qandoq yoshsin deysan? Uzoq yig'ladim. O jimjit o'ltiradi. Chiroy butunlay qayg'u. Men esatishga boshlaganda mashinaning kichik sanduqidan bir qutini chiqarib etigimga qo'ydi. Nima bu endi? deb ochdim. Ichida heliqi bilayzuk. O ko'nglingizni og'ritdim. Meni kechiring demayman. Ashu salgan azoblarimga qo'shilib, bummo mendan sizga xotir bo'lib qolsin, dedi. Mashinani qaytirib, uyining oldida to'xtadi. Ziba, baxtli bo'ling. Sizni yaxshi ko'ratdim, ham yaxshi ko'rman, dedi. Mashinadan tushdim, harg'in qadam ilib uyga kirib ketdim. Uni kechirdingmi demsan? Ashu daqiqadan boshlab uni butunlay kechirdim Bahar. Uningga hech qanday muhabbat, nafratim qolmadi. Yari saqiyib, tatib qolsa, og'rimagan bilan unutib ketmaganga o'xshash u o'tgan kunlarimda hayot. Frankfurt aydromida meni subi yo'g'on bir dasta laylini tutib saqlab turibdi ekan. Uningga o'zimni otdim. O mendan xeyli egiz bo'lg'achqa bilaklari orasida yo'qab ketaman. U uzun barmoqlarini chochlarim orasiga kirgizib, beshimni ko'tarib o'ziga qaratdi. Marhaba Ziba, Germaniyaga kelganingizni qarshi olaman, dedi. Men uning chaqnab turgan ko'ziga qarab, kelgininglarni dang, dedim. U xo'shallikdan beshini engishtirdi. Tamam. Natijasidan rozi bo'lgansizlarmi, qadrdonlarim? Ammo real hayotda bu ish bundaq oxirlashmagan. Uning kari chaqliqqa turmushni o'zgartish qo'limdan kelmagandan hikoyani bo'lsa-mu o'zgartib qo'ydim. Dili sunuq Zibadan sana salam. Bahar, Sübeyden ayrılıp kaldık.
Mənlə emas, həmmimiz məngülük ayrıldık. Bugün 40 gün oldu. Qaydımız boyunca 40'ını verdik. Ro'yiga atab, Kur'an oqulup, dualar kılındı. Men yüzümni onun kiyiminin arsığı kümüp, onun hidini izlep, onu azaplı çakırıp, halimden kettim. Meni hiç kim to'xtatolmaydi. Ahiri öz meylimge koyup berdi. Pətilep kelgenler mening halimga qarab, yosh ketken onun içinip, tenha qalgan manga iç ağrıtıp, vaqt to'shishga az qolgan qo'sig'imga qarab, ko'z yeshini to'xtatolmaydi. Shunga hammaga ko'rinmayman. Kiyim almashtirish uyida yerdala o'ltirib, uning kiyimlarini purayman, yuzlarimga surkayman, kiyib boqaman. Shu orqali uni, uning haroratini, uning hidini qayta his qilmoqchi bo'laman. Subi, nemishqa ketsan jinim? Meni nemishqa yolg'iz tashlab qo'ysan jinim? Sensiz men qandoq qilaman? Bolam qandoq qiladi jinim? Nemishqa menimi ilib olmading? Endi kimni Subi deyman? Bolam kimni Dodi deydi? Men seni shundoq yaxshi ko'rsam, nemishqa bu kunni menga loyiq ko'rding? Tinmay mushularni takrorlayman. Bu kunlarda nima yeb, nima ichiyapman bilmayman Bahor. Qachon uyg'oq, qachon uyquda, uni texmi bir jasaddakli yashayapman. Ruhim nalada sarson. U kuni tumanliq kun bo'lgan. Subi yana bir shaharga xizmat bilan mangmoqchi bo'lgan. Atdigan men uyg'onishdan burun noshtalikni tayyorlab, manzillarimdan so'yib uyg'otdi. Ig'irlashib, o'rin bo'lib qolgandim. Men atdiganlik tomoq yeb bo'g'icha u kiyinib tayyor bo'pti. Uningga kostyum yarışıdı. Halrang ko'ynak, kulrang tar yoqliq kostyum burulka, qiyniq rangli galastuk, qora oyoq. O mang'icha odatimiz bo'yicha bola uchun tayyorlagan uyga kirdik. Bahor, ikkimiz bekor vaqtimizda hammani puturib bo'lgan. Bola o'g'il ekan. Uyni sus osmonning rangida sirladik. To'risqa kashti yonadigan ay yulduzlarni chopladik. Tomga har xil hayvonlarning rasmini chopladik. Ah karvat, ah zak almashtirish ustili, ah tortmaliq ishkab, ah kreslo aldik. Tom bilan o'xshash rangda gilam soldik. Har qitim men kresloda o'ltirib, balani qandoq tutadiganimni praktik qilaman. Uning bilan balaning nari kimga o'xshaydiganini qiyos qilamiz. Shulardan keyin uni eshik oldigacha uzatib chiqdim. U meni uzoq quchoqlab turib ketdi. Ondan peshonamga so'ydi. Men uning kalta paltosi bilan so'mkasini uningga berib, uning mashinasining yo'lga chiqib ketganiga qadar qarab turdim. Bahor, ashu uni eng oxirgi qitim ko'rishim ekan. Tez suratli yo'lda tumanda ketayotgan bir yuk mashinasi. Soqchidan telefon kelganda men magazinda balaga kiyim tanlayotgandim. Salmoq, tuvan bir aranchi ovozning nayta afsunlarlik bilan shuni aytishga majbur bo'ldim. Yo'ldishing Subi apandi. Beshimni chayqavatman. Ko'zimdan yosh quyulayotdi. Yo'q,
Yalgan dep koyuvatsan. Şundakmı? Bu ras emes. Yalgan de. Men iğlayak. 2 ay vaktim kaldı. O ölsün bolmaydı. Közümni açsam doktorxanada ekanman. Beşimde Sübeyning uydikiler. Apsının beshida ak yağlık. Yağlıkni yulup ilip yerge tashladim. Sübey hayat apa. O tek oğlunu kömüdü. O hiç yerge ketmeydi. Dep özümni karvattan sırtqa attım. Uydikiler doktor sestralar meni tutub aldı. Men yulqunup qichishqa urinaman. Ahiri tinchlandirish okuli urildi. Sübeyning opasining quchog'ida yig'lagan peti. Apa, endi men qanday qilaman? O'g'lim qanday qiladi? Degancha uxlab qoptiman. Yerlik qo'ydigan kuni meni ko'rib olsin deb chaqirdi. 2 qo'ltig'imdan 2 ayol yo'lab turdi. O yatqan yerga kirdim. Bahar, Sübey teximi oqirib so'zlab ketibdi. Iniki oppoq hasida chetilibdi. Yuzidagi yaralar tikilibdi. Asta yaqinlashdim. Barmoqlarimni men yaxshi ko'rgan yuziga tekkizdim. Qoshlarini, ko'zlarini, burunlarini, lablarini siyladim. Sübey, mağa hech nega sensiz ketmayman deb so'z berganding-ku. So'zingda tur, menimi aytgan, bolanimi ilib ketayli deb uni peshonasidan so'ydim. Sübeyning opasi mağa esilib yig'lashga boshladi. Undaq deyman qizim, siz Sübeyning manga qoldirgan tabarruki. Undaq gaplarni qilmang balam. Meni ayang. Qabr beshiga chiqolmadim. Shu peti kiyim almashtirish uyida uning hidini hidlab o'ltiraman. So'zdan qoldim. Kimga nima deyishni bilmayman. Balam uchun manga tomoq, suv zo'rlashidi. Keshlari zo'rlab karvatga yotqizib qo'ydi. Mush yerga kelgandan beri tanishgan bir necha do'stim navbat bilan menga hamroh. Ammo sukutda o'tirimiz davomlashtira olmadim. Bola bek midirlab ketyotdi. Dadasini seg'indimi qandoq? Bahar, shunday qilib tanho qoldim. Sübeyning opasi endi marhumning narsa keraklarini yig'ishtirishimiz lozimligini aytdi. Tova, odam o'lib qolsa, mushundoq bo'ladi ekan. Yig'ishtirilib ketadi ekan. Unutilib ketadi ekan. Kishilar seni o'sha kundala haqiqiy esiga oladi ekan. Yer shari kim bo'lmasmi oylanaverdi ekan. Her qancha yolqinlik, ishqi muhabbatmi o'chidi ekan. Shuncha tirkashganimga baxmay qo'shilishga majbur bo'ldim. Opasi yig'lab bir haftadan keyin yo'riq dunyoga ko'z ochadigan bolamning nomini tilga elib turib oldi. Hech nimaga qo'lim bormay qarabla o'ltiraman. Opasi soladi. Men tortib chiqiraman. Bular Sübeyni mening turmushimdan o'chirmoqchi Bahor. Opasi tirishib yurib biror qur yig'ishtirib oldi. Sübeyning kitobxonasini o'zim yig'ishtiray deb turib oldim. Rayimga boqdi. Uning ustilining yonida, uning o'rindiqida o'ltiraman. O'rindiq va ustaldagi uning badani tekkan yerlarni silab chiqaman. Qo'limga muzdek tegdi. Ko'zimni yumib, talay qidim uning mush yerda o'ltirgan qiyofatini ko'rganimni eslayman. Ko'zimni ochaman, hammasi g'oyib bo'ladi.
tortmadagi narsalarni elib bir yeshikka silishga boshladim. Har xil hujjatlar, rasmlar, xatchaklar, hech nimani tashlab o'tishga qiymayman. Kompyuterni ochdim. Maxfiy nomerni bir chaqda deb bergan edi. 2 xatolashib, 3-qatim ochildi. Saqlangan rasmlarni ko'rishga boshladim. Ürümchiga sayohatga borganda tushgan rasmlarimizdan tortib, yaqingacha bo'lgan rasmlar bor ekan. Rasmdagi uning yuzini silayman. Ko'z yoshlarim sim yomg'irdak faqat to'xtamaydi. Kundalik xotira deb nom qo'yilgan bir hujjatga ko'zim tushdi. Ochsam, Subining kundalik xotirasi ekan. Bahor tirik birisining kundalik xotirasini ruxsatsiz ko'rish axloqsizlik. Ammo o'lib ketgan birisininkini-chu bilmadim. Ammo eng oldidagisidan boshlab ichib o'qishga boshladim. Ürümchida Nigarning to'yiga qatnashib qaytgan vaqti ekan. Salimani unutib ketish menga bak tez to'xtadi. Uzoq yillik saboqdosh, keyingi muhabbat, 1 yil birga turish jarayonida men Salimani yaxshi ko'rishni bir xil odat qilib yetildirib ekanman. Endi bu odatni o'zgartirish bak qiyin bo'layotdi. Tonuş muhitdan ayrilsam, yordami bo'lib qolarmikin deb Ürümchiga sayohatga berib keldim. Dal nevir singlim Nigarning to'yiga ulgurib qaptiman. Ürümchi bir necha yil ko'msila bak ko'p o'zgarish bo'ladigan shahar. Odamlarimiz shundoq. Gerçi u yerdan ayrilganimga bak uzun bo'lgan bo'lsa-mu, yana o'zimni shu yerga mansub deb his qila olayman. Nigarning to'yi hashamatlik bo'ldi. U to'y qilgan yigit bir to'y qilib ajrashgan yigit ekan. Nigar uni bakmi yaxshi ko'z kerak deb qiyos qildim. Nigarning yuzidan baxt kulkisi o'chmadi. Ammo o'xshash hissiyot u yigitda ko'rinmadi. Balkim birinchi to'y bo'lmag'achqa shundaqmi deb o'ylagan edim. Ammo kechda yuz bergan kichikkina drama farzimning xatoligini isbotladi. Yigitning ichilmasligining sababi boshqa ekan. Bir dasta ko'k atirgul bilan Leylidan bakmi chiroyliq yasalgan gulxonining xizmatchisi tarafidan avatilibdi. Kartaga to'y egasiga baxt tilaydiganini bildirib, Antarktikada yashag'uvchi birisi deb qo'yibdi. Albatta, bundaq birisi mavjud emas. Ammo mushu kunda gul avatkichining Antarktikada turayotgandek muzlayotganligi aniq. Nimadan muzlaydi? Sadoqatsizlikdanmi yoki umidsizlikdanmi? Yigitning chiroyi tatirib ketdi. O zal ichiga ko'z yugurtib, birsini izlaydi. Oxiri ko'zlari bir yerga tikilib to'xtadi. Men o tikilgan tarafga qaradim. Bir qiz. Amaliyotda yuzini ko'ra olmadim. Faqat qip-qizil lav surxidan qizmiki deb faraz qildim. Yuzining boshqa yermini qor ko'zoynak to'sib olgan. Butunlay qor kiyingan. Yigit beshini boshqa yoqqa burdi. Ammo burashdan burun u qizning tumshug'ini ushlab, yiroqdan bir so'yish avatkinni ko'rdim. Qiz zaldan ayrildi. Menmo chopsan mengib kaynidan chiqdim. U talada yana bir qiz tarafidan mashinaga selinib, elib ketildi. Mashinada u ko'zoynakini elib yuzini ko'ra oldim. Chiroyli emas, ammo go'zal bir yuz, so'lg'in chiroy. U qizni ko'rib, Salima esimga keldi. Salimada arab qizlarining go'zalligi bor. Ammo bu go'zallik bir tajovuz xarakteriga ega.
Оның mijazimi aşındaq qaysar, keskin. Agar o'xshash ish uning beshig'i kelsa, u ya kelibla to'yni buzidi, ya bir kech qanğudak o'ynab, hammani unutdi. Ammo bu Uyg'ur qizi zimiston qishdagi qilin qorda ko'zga chiliqqan yigona layliga o'xshaydi ekan. Zimistonga bo'y bermagan, ammo g'al-g'al titrab turgan go'zalligidan odamning ichi serilgidek. Uyg'ur qizlari hech kimga o'xshamaydigan bir xil go'zal. U qizni qayta uchratdim. Erlar hojatxonasida. Nevri inilarim muzikalik aramga deb bir yerga apag'an. Orliqda hojatxonaga chiqdim. Sirtdagi grimxonadak qo'l yuyish uyidan bir ayol kishining ovozi anglandi. Hayron qilib chiqsam, u qiz telefon so'zlashib o'tibdi. Meni ko'rib, telefonni qo'yibla chalvaqab ketdi. Bak tez gap qiladi ekan. Ya gap qistira olmayman. Oxiri belikidan tortibla talog'i ilib chiqib, degan xatga qartib turg'izib qo'ydim. Xatoligini tunib, burilib, gap qilmoqchi bo'lib edi, yana tamg'i chaplab qo'ydim. U kechirim so'raganda, bo'ldi qilay deb qarsam, Nigarning to'yidagi qora kiyimlik qiz ekan. O'zimning uni tuniganda qig'inimni deb ismini so'rasam, "Ay qiz" deb telefon nomerini 110 deb berdi. Bu vatanning soqchisining nomeri. Uni Laylidak bilib, yuragim og'rigan edi, ammo bak besham ekan. Qaytib kelib ishga tushdim. Salimasiz turmush undaq bak mushkul bilinmas bo'lib qoldi. Ko'niyotgan o'xshayman. Heliqi Uyg'ur qizi pat-pat esimga kelib qoladi. Agar u Nigarning yo'ldishining so'ygini bo'lsa, nemishqa to'y qilmagan bo'lg'aydi? Heli ham izdisharmi? Nigar uxsa, qancha qayg'urar? Nikah muhabbatga qaraganda jiq murakkab. Kimni bo'lsa yaxshi ko'rib qilish mumkin, ammo to'y qilish mumkin emas. Yaxshi ko'rganlik kishilar to'y qila olishi mumkin. To'yli qilsa, bir-birini yaxshi ko'rishimi mumkin emas o'xshaydi. Urumchiga yana keldim. Bir oyliqla. Vatanning yoz faslini yaxshi ko'raman. Beijingdan Urumchiga uchadigan aeroplanda heliq qiz yana uchirdi. O'rnimiz bir yerda ekan. Ismi Ziba. O'ziga bak mos keladigan ism ekan. O egiz emas, jo'g'i kichik, chaqqan, o'maq qiz ekan. Uning ustiga bak yumor. Bu Uyg'urcha gapni Zibadan o'rgandim. Billa bo'lsaq, faqat zerikmayman. Zibadan bakchiq yengilliklarni o'rgandim. U meni chatallik deb turib oladi. Menmo sizga o'xshash Uyg'ur desam, men Uyg'ur, siz Uyg'ur deydi. Farqini so'rasam, meni o'zimni Uyg'ur deb o'ylaydi ekanman. Zibani butun dunyo Uyg'ur deb bilmish. Bu qiz bak g'ayri fikr qiladi. Chechilang'roq, bir narsaga diqqatini markazlashtira olmaydi. So'z temasini bak tez almashtirdi. Ba'zida Ziba bilan paranglashib, uchurning ko'pligidan charchab ketdiman. U meni boshlab arqa ko'chalarni, kichik do'konlarni, tamoqqa bak o'xshaydigan oshxonalarni aylantirdi. Vatanning hashamatidan boshqacha oddiy-sodda turmushini yoqtiraman. Bu yerda haqiqiy avomning turmushini, shodligini, qayg'usini his qilg'ili bo'ladi. Ziba bo'ynidan sharpa olmaydi. Issiqda yengi yo'q maykisiga sharpa taqaydi. So'rsam, bo'ynim to'nglaydi dedi. Men boshda tatiq bar o'xshaydi deb o'ylabdiman. Bir kuni somkisiga sharpisi ilinib qilib, uni elish to'g'ri kelganda qarsam, patingiga bir kichik mushukning rasmi chekilgan.
көрмегенге салдым. Uyghur qızlarda bədəniga çekadigan qızlar jiq uçuramdı, bilmedim. Meni qiziqtirgani mushukning rasmi edi. Keyin bilsam, Ziba mushukni bak yaxshi ko'rdi ekan. O'zini mushuk bo'lib qolsam deb xiyol qiladi ekan. Ziba bak burun birsiga, agar men o'lib ketib qolsam, bir mushuk beqiviling, men mushukka aylanib yeningizga qaytaman degandim deb saldi. Keyinchi deb so'rsam, u odam boshda o'lib qoldi deb turib oldi. U cho'qim Nigarning hozirgi yo'ldoshi. Davomi bor.